3 ta 5 li shpritsga to'g'ri keladi. Tog'aylarda yemirilish birinchi, ikkinchi bosqich ekan. Endi sizni yotqizib davolaymiz. Yotib lichini olishingiz kerak. Qatnab lichini olib bo'lmaydi. 79-yilmisiz? 79-yilsiz. Mana tizza bo'g'imida bo'layotgan muammo opa, qarang. Tizza bo'g'imidan operatsiya qilingan ekan. Operatsiya qildirganingizga qancha bo'ldi? 7 oy bo'ldi. 7 oy bo'ldi, 7 oy bo'ldi. Mana operatsiya qilingan. Bu endi operatsiya ham sizni yaxshi bo'lishingiz uchun qilinadi, albatta. Endi mana bizga kelyapsiz bugungi kunda shu tizza bo'g'imingizda og'riqqa, ishig'ingiz hali ham bor ekan. 3 ta 5 li shpritsga to'g'ri keladi. Tog'aylarda yemirilish birinchi, ikkinchi bosqich ekan. Qon tahlili bo'yicha qonimiz 12,6 yaxshi, qonda shamollash yo'q, faqat bo'g'imda shamollash bor, kalsiyimiz kam ekan. Shuni bilishingiz kerakki, tizza bo'g'imi operatsiya qilingandan keyin, xo'p, bu shamollagan suyuqligimiz ko'p hosil bo'laversa, tizza bo'g'imda tog'aylarimiz yilib ketib qoladi. Tushunyapsizmi mana? Sizda hali shu shamollagan suyuqlik shpritsni olib tashlasa ham to'xtamayapti ekan demoqchiman-da. Endi shu narsani inobatga olishimiz kerakki, birinchi o'rinda davolovchi lichina qilishimiz kerak ekan. Hozir sizda kasalligingiz 60% maniki ekansiz, qolgan 40% revmatologik bemor ekansiz. Shu kasalliklarda inobatga olishimiz kerak. Operatsiya qilinayotganda ham shu qonda shamollashi bormi, yo'qligini inobatga olib operatsiya qilinsa, bemorda holati operatsiyadan keyin yana ham yaxshi bo'lar ekan. Tushunyapsizmi? Endi sizni yotqizib davolaymiz. Yotib lichini olishingiz kerak. Qatnab lichini olib bo'lmaydi. Uyda olsam bo'lmaydimi? Uyda olsangiz bo'ladi. Uyda olsangiz faqat dori-ko'ringizni olasiz xolos. Endi sizni revmatolog bilan grafida tuzib sekin davolashimiz kerak. Va uyga borib maslahatlashasiz, oila a'zolari bilan maslahatlashasiz, shu maslahatga qarab harakat qilaveramiz demoqchiman-da. Chunki endi ha deb dori-ko'l olib 10 kundan keyin kelavermaysiz-ku. Endi mana operatsiya qildirgan bo'lsangiz, boshqa klinikada qildirgansiz, juda ham yaxshi qilingan, lekin yana ish qolyapti ekan. Endi bizni ixlos qilib kelyapsiz, siz endi oxirigacha yetkazib berishimiz kerak edi holatingizni. Xo'pmi opa? O'zi kecha kuni chiqdim-da, masalan, nimada yotib chiqdim yana 5 kun. 5 kun. Ichini oldim, o'sha ishib qolib suv to'planib qolgan ekan, zardob olishdi yonida. Endi mana zardob olinsa ham yana zardob bor ekan-da. Hani tuzalib ketmayapsiz ekan. Endi bu qancha uzoq davom etib ketsa, bu yemirilish yana ham kuchayib ketib qolishi mumkin ekan. Chunki shamollagan suyuqligimiz yo'qolmayapti ekanda. O'sha shamollagan suyuqlikni nimaga yo'qolmayotganligini sababini bilib oldik. Ham qonda shamollash bor, ham tizza bo'g'imning o'zida shamollash bor ekan. Ikkalasini birga davolashimiz kerak ekan, sxemasini. Xo'pmi opa? Men 1-2 xil tabletka yozib beraman, xo'pmi? Uyga. Shularni qilib, bir oila a'zolari bilan gaplashib, sharoitga qarab, keyin menga telefon qilasiz, opa.